Annyeonghaseyo yuribun. Davom etamiz. 55-56 savolga ham yetib keldik. Shartini o'qiydigan bo'lsak, Ta'mil ilko murme tapashibshiyo. Quyidagini o'qib, savollarga javob bering. 55-savolda pingane trokal almajin mari ko'rishibshiyo. Ya'ni ka bo'sh joyga kerakli bog'lovchilarni qo'ying. 56da esa I kre neyonga vakatin gosal ko'rishibshiyo. Ushbu matnning ma'nosi bilan o'xshashini belgilang debdi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bular bog'lovchilar. Bu bog'lovchilarni topishimiz uchun albatta bu qovusdan oldingi hamda keyingi gapni o'zini o'qib tarjima qilib topsa ham bo'ladi. Lekin biza matnni mazmuni bilan o'xshashini ham topishimiz kerak. Shu uchun ham matnni boshdan oxirigacha o'qib tarjima qilishni maslahat beraman. Xo'p, ketdik. Birinchi matnni o'qib tarjima qilamiz. 저는 요즘 백화점보다 가격이 싸고 물건도 많이 있는 인터넷 쇼핑을 자주 합니다. Men shu kunlarda 백화점 bu univermakida, univermakdan ko'ra, poda bu ko'ra degani, ya'ni ikkita yoki uchta biron bir narsani solishtirayotganda ishlatadigan so'z. Xo'p, univermakdan ko'ra narxi arzon bo'lib, narsalari ham ko'p bo'lgan internet shopping, ya'ni xaridini tez-tez qilaman. 예전에는 인터넷으로 쇼핑을 할 때 avvallari internet orqali xarid qilgan paytimda 문제가 많았습니다. 문제 bu problema, ya'ni muammolarga duch kelgan ekan va muammolari ko'p bo'lgan ekan. 물건이 사진과 달랐고 물건이 안 좋아서 오래 사용하지 못했습니다. narsalarning rasmi bilan boshqacha, ya'ni farqli. Bilasizlar-ku, rasmda boshqacha bo'ladi, lekin o'sha mahsulotni sotib olganingizdan keyin sifati juda ham past bo'ladi. Rasmda juda ham chiroyli, sifatli bo'lib ko'ringani bilan, lekin bu tovarni olganingizdan keyin uni sifatsiz bo'lib chiqish ehtimoli ham juda ham ko'p bo'lar ekan. Ya'ni bu aytmoqchiki, narsalarni rasmlari bilan farqli bo'lib, narsalari yaxshi bo'lmaganligi sababli uzoq vaqt foydalana olmagan ekan. Va nimadir. 요즘은 그런 일이 많지 않습니다. Hozirgi paytda bunday ishlar bo'lmayapti, ya'ni bunday muammolarga duch kelmayapman demoqchi. 물건을 자세하게 찍은 사진이 많고 품질도 예전보다 많이 좋아졌습니다. narsalari ham, ya'ni tovarlarni chasehada bu to'liqroq batafsil ma'lumot berish degani, ya'ni batafsil to'liq rasmlari bilan, ma'lumotlari bilan berilgan rasmlari ham ko'p bo'lib, pumchil bu tovarni sifati. Sifati ham oldingidan ko'ra juda ham yaxshilangan demoqchi. 그래서 믿고 살 수 있습니다. Shu sababli ham ishonib sotib olsa bo'ladi dedi. Birinchi e'tibor beradigan jihatimiz mana bu yerda boshdagi gap bilan oxirgi gapni biz solishtirar ekanmiz birinchi o'rinda. Xo'p, nima demoqchi o'zi? Qani, mana shu yerda javob turgan bo'ladi. Ya'ni avvallari demoqchi. Avvallari rasmlari bilan boshqacha bo'lgan tovarlar yoqmaganligi yoki yaxshi bo'lmaganligi, sifati yaxshi bo'lmaganligi sababli uzoq vaqt foydalana olmagan. Hozirgi paytda esa bunday muammo yo'q. Demak, bir-biriga ikkita gap zid kelgani sababli biz bir-biriga zid bo'lgan bog'lovchini qo'yishimiz kerak ekan. Endi ko'ramiz. Krigu va shuningdek, kreso shu sababli, kromyon unday bo'lsa, kronde lekin. Albatta to'g'ri javob kronde. Nima uchun? Chunki lekin degan bog'lovchini qo'ysak, biz ikkita holatni solishtirishimiz kerak bo'lgan bo'ladi. Demak, birinchi
oldinlari shu tovar sotib olishda muammoga duch kelgan bo'lsa, lekin hozir bunday muammolar yo'q. Shu sababli ham biz Kronde so'zini bog'lovchisini qo'ydik. Bu yerda bilmagan so'zlarni, ya'ni yangi so'zlarni men yozib qo'yaman. Xo'p, mana bilmagan so'zlarni hammasini yozib qo'ydim. Buni lug'at daftaringizga yozib qo'ysangiz va yodlasangiz juda ham foydali, chunki bu so'zlar juda ham ko'p tushadi. Endi 56-savolni mazmuni bilan to'g'ri kelganini biz topishimiz kerak. Xo'p, birinchisida nima debdi? Shoppingin 백화점에서 하는 것이 좋다, ya'ni 좋습니다. Xo'p, xarid qilish, ya'ni xarid univermagda qilish yaxshi. Bu haqida gap ketmagan. Bu matnda ko'proq internet xaridlari haqida gap ketgan, shuning uchun birinchi variant noto'g'ri bo'ladi. 인터넷에서 파는 물건의 수가 적습니다. internetda sotiladigan narsalarning su bu soni kam. Bu yerda bunaqa gap ketmagan. Ya'ni internetdagi shopping haqida ma'lumot bergan va bu internet orqali olinadigan mahsulotlarning sifati va uni rasmlari batafsil yozilgan degan gaplar ketgan. Bu haqida gap ketmagan. 인터넷으로 쇼핑을 해도 문제가 없습니다. internet orqali xaridlar qilish ham, ya'ni xaridlar ham munjaga opsimnida, ya'ni hech qanaqa muammo yo'q deyapti. Ya'ni internet orqali shopping qilishda hech qanaqa muammoga duch kelmaysiz demoqchi. Demak, bu haqida gap ketgan. Shuning uchun 3-javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, 4-javob nima uchun noto'g'ri ko'ramiz. 인터넷에서 파는 물건을 자주 고장이 납니다. internet orqali sotib olingan narsalar tez-tez buziladi degan. Yo'q, bu yerda ham buzilish haqida gap ketmagan. To'g'ri. Bu yerda yaxshi bo'lmagan, ya'ni narsalarni shu turli xil bo'lib, narsalar yoqmaganligi sababli deb aytilgan. Shuning uchun ham bu javob ham noto'g'ri bo'ladi. Agar videolarimiz sizlarga foyda keltirayotgan bo'lsa, iltimos like bosishingizni so'rab qolardik va qandaydir taklif yoki fikr mulohazalaringiz bo'lsa ham kommentariyaga yozib qoldiring. Qanday mavzularda ko'proq video chiqarishimni xohlardingiz, bu haqida ham yozib qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat.